Guliston tumanidagi 33-sonli umumta'lim maktabi. Ushbu maktabda 250 nafar o'quvchiga 30 nafar o'z sohasining yetuk mutaxassislari dars berib kelishadi. Ushbu maktab tashkil topganiga atigi 2 yil bo'ldi, lekin 10 yilda erishish mumkin bo'ladigan natijalarga erishdi. Ishonmaysiz-a? Keling, men sizga ko'rsataman. Bir yilda bir marotaba o'tkaziladigan ko'rik tanlovlarda ushbu maktab faxrli o'rinlarni egallagan desam, ishonasizmi? Ishonmaysiz-a? Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Ko'rik tanlovda ushbu maktab o'quvchilari tuman, viloyat bosqichlaridan o'tib, respublikaga qadar yetib borishgan. Bunisiga nima deysiz? Turon maktab teatr tanlovida ushbu maktab o'quvchilari hududiy bosqichda 1-o'rinda, tuman bosqichida 1-o'rinni qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga qadar yetib borishgan. Hamda tumanimiz hokimi tomonidan 25 million so'mlik vaucherni qo'lga kiritishgan. Bundan tashqari ushbu maktab o'quvchilari fan olimpiadalarida ham faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Masalan, kimyo fanidan 2-o'rin, geografiya fanidan 3-o'rin hamda biologiya fanidan 3-o'rinni qo'lga kiritishgan. Eng asosiysi, ushbu maktabda o'quvchi soni atigi 250 nafarni tashkil etadi. O'quvchi soni kamligiga qaramasdan ushbu maktab fan, san'at, sport sohalarida eng kuchlilar qatorida tilga olinmoqda. Eng asosiysi, 2 nafar o'quvchimiz muddatidan avval talabalikni qo'lga kiritishdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ushbu maktab o'quvchilari 1 yilda erishish mumkin bo'lgan barcha yutuqlarga erishishgan. Qanday qilib deysizmi? Albatta, bularning barchasiga fidokor o'qituvchilari sabab. Siz ham farzandingizni shunday yutuqlarga erishishini xohlaysizmi? Mana shunday o'qituvchilar qo'lida tahsil olishini xohlaysizmi? Unda ushbu maktab aynan siz uchun.